Bu uyingizda bor 4 ta narsa farzandingizning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Birinchisi, bu blenderlar. Blenderda siz bo'tqani maydalab qilib berganingizda u bolani organizmga tushgan vaqtida oshqozonda yaxshi hazm bo'lmaydi. Shu uchun hurmatli ota-onalar, farzandingizga hamma mahsulotlarni mayda qilib to'g'rab bersangiz, bolani hazm bo'lishi yaxshilanadi va o'sishi bolangiz tezlashadi. Ikkinchisi bu xadunki. Siz bilan biz sevib, farzandimizni yaxshi ko'rib beradigan xadunkilar. Hamma ortopedlarimiz aytadi, xadunkida yurgan bolalarning oyog'ining shakllanishi o'zgarib boradi, uning yon tomoni bilan yurishi boshlanadi va tanasini, muvozanatini noto'g'ri tashlaganligi uchun bolada keyinchalik uni yurishidagi qomatidagi har xil muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Uchinchisi bu televizorlar. Televizorimizda ko'rayotgan bugungi kundagi multfilmlarimiz, bolalar uchun qo'yilayotgan har xil YouTube'dagi hamma ko'rsatuvlarimizni bolalar ongiga, bolalarning rivojlanishiga qanday ta'sir qilishi to'g'risida oldingi videolarimda tahlil qilganman. Va to'rtinchisi, hurmatli qaynonalar, buvijonlar, oyijonlar, siz o'z farzandingizni tug'ib, tarbiyalab bo'ldingiz. Endi keliningizni ona bo'lishiga qo'yib bering. Bu 4 ta narsani farzandingizdan uzoq tutsangiz, farzandingizdagi pozitiv o'zgarishlarni ko'rishni boshlaysiz.